Assalomu alaykum azizlar. Hozir bu akamiz qayerdan kelgansiz aka? Tomosha. Tomosha. Tomosha chek. Chekdan kelgan, Tomoshani chekidan. Ismingiz nima aka? Maqsadlar. Maqsudjon aka. O'tgan yili kelgandingiz-a? Nimaga? O'sha prostata bo'yicha muolaja olgani. O'tgan yili shu prostata bo'yicha farzand talabi bo'yicha muolajaga kelib, akamizda hozir farzandli bo'libdilar. Xursandmiz bundan. Necha oylik bo'ldi hozir? Necha oylik bo'ldi farzandingiz? 3 oylik bo'ldi. 3 oylik bo'ldimi? Qizmi, o'g'ilmi? Qiz. Umr bilan bergan bo'lsa. Qiz farzandli bo'libdi. Alloh umrini ziyoda qilsin. Qoriya qizlardan qilsin, soliha qizlardan qilsin. Kimda shu befarzandlik bo'yicha qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa, erkakda bo'ladimi, ayolda bo'ladimi, asalari chaqtirib muolaja qilamiz. Qo'shimcha tarzda arab xurmosini gulchangi, kissali hindi hilba degan giyohlarimiz bor. Ayollarga ichki shamollashga tamponlarimiz bor. Mana shularni beramiz. Xudo xolasa shifo Allohdan, farzandni o'zi beruvchi sababini qilamiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida. Umurbek tabib bizalaring YouTube Telegram kanallarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqilaveradi. Mana akamiz ham hozir yana muolajaga kelgan. O'sha nafas yo'llarida yutalish, shunga o'xshagan kasalliklar bor ekan. Hozir yana muolaja qilyapmiz. Kelursinlar aka. Telefon qildim. Ha, hozir tushdingiz-da. Kelib kelar akam deb.